соңғы қоңырау сыңғырлап көңіл дейді-ау арнамнан асып толқындай тасып соңғы қоңырау сыңғырлап көңіл дейді-ау арнамнан асып толқындай тасып төгілгенім-ау аттанар сәтте көрінемін-ау қимадым сені соңғы қоңырау.
чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь, Юлию. И вот я словно тень плету за Юлей, амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Ну как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: biz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar hamda maktabimizning muallimlari. Bugun ajoyib kun. Mamlakatimizning barliq ulug'ma bilim berib keltirgan so'nggi qo'ng'iroq kechasine xush keldingizlar. Bu kun bilimga talpinuvchi arzular qanotidagi yoshlar ham aduli ustozlar, farzandlarining kamolini ko'rib quvonib o'tirgan ota-onalar uchun ulkan bir quvonch. Bugungi bayram sebepchilari bo'lgan 11-klass o'quvchilarini kutib olamiz. O'zbekistonda bog'lari jannat, ko'z yetimen. Men ne uchun suyamen O'zbekistonda? Xo'sh, ne uchun suyasang O'zbekistonda? Aytqil sebeplerin deseler ma'gan, shirayna go'zal so'zlardan oldin men tarjima etamen ana xalqima.
20 жыл алдын тікеріп кеткен осы мектебіміздің оқушыларын қарсы аламыз. 10 жылдық һәм 20 жылдық оқушылары, сіздерді мұрат етеміз. Һәм қадірлі оқушылар. Тәдбірімізді ашып беру үшін сөз нәубетін мектебіміз директоры Намуратов Тұрсын Пардаковичқа береміз. Ассаламу алейкум. Құрметті Руслан Асенович, Жарбай Төлегенович, мехмандар. Құрметті мұғалімдер, құрметті оқушылар, 87 жылы келген 20 жылы, 89 жылы туылған 20 жылықтар, 99 жылы туылған 10 жылықтар. Сіздерді бүгінгі білім ең ұлы мақтаныш келен астындағы соңғы қоңырау байрамымен құттықтаймын. Алдағы жұмыстарыңызға тасқын табыстар, ұлы мәртебелер тілеймін. Келуші оқушылардың үлкен өмірге қадам тастауымен құттықтап, ақ жол тілеп қаламын. Соңғы қоңырау тәдбірі ашық деп жариялаймыз. Келмех районының атасы ел атымызды гүлленуіне өзінің үлесін қосып театрған, балаларымызды қоллап қуатлаушысы болған Келмех районы хакімі Рузей Руслан Насировичке береміз. Assalomu alaykum. Bugungi tadbir, bugungi ajoyib bir mana shunday kunning, bayram kunining ishtirokchilari, aziz ustozlar, aziz o'quvchilar, aziz opa-singillar, nuroniylar, onaxonlar. Ajoyib kun bugun. Chunki butun O'zbekistonimizda mana bugun so'nggi qo'ng'iroq
va mana shu maktablarni bitirgan o'quvchilarimiz, akalarimiz, ukalarimizni yana bir bor eslab keladigan kun. Bu men o'ylayman shu maktab ostonasi boshlangandan beri 25-may bu har bitta o'quvchining, har bitta insonning yuragida bir ajralmas bir kun bu hisoblanadi. Chunki bu kunda baribir kimdir o'zini sinfdoshlarini, o'qigan maktab stullarini, ya'ni partalarini eslab o'tiradi. Men o'ylayman, bugun mana shu yerda o'tirgan hammamizni yuragimizda bir narsa bor. Bu yilki bitiradigan mana shu o'quvchilarimiz oliy o'quv yurtlariga kirib, ajoyib bir yurtimizni, tumanimizni bir ajoyib kadrlari bir yutishadi degan umiddamiz. Bularga bugun oq yo'l tilaymiz. Keyingi mana yilga qabul qiladigan jajji farzandlarimizga ham mana shu maktabda ajoyib bilimlarni olib, otasi, onasi, o'sha mahallasi orzu qiladigan insonlar bu yetishishini tilab qolamiz. Yana bugun mana prezidentimizning har bitta o'quvchiga, har bitta insonga bugungi bayram bilan yuborgan tabrigi bor. Agar ijozat etsangizlar ushbu tabrikni o'qib bersam. Rahmat. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu huquqli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktab mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, 450 ming nafardan ortiq bitiruvchilarni yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzular, umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan g'ayrat, kuch, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11.500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2.000 dan ortiq kumush medal sohiblariga, o'qish va izlanishda jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotgan uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlar yaratib bermoqdamiz. Jumladan, sizlarning zamonaviy ilm va kasb hunar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalar, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quv, tarbiya ishlarining sifatli va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizni tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalarni ishga tushirilmoqda. Sizlar va ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va olijanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqidildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang. Odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lishi uchun milliy, insoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanish va o'rganishdan aslo to'xtamaslik kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga kasb, ota-ona, oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi, uni hayotini fayzli va charog'on etadi.
Ayniqsa sizlar kabi navqiron, azmi shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlardan to'plab, faqat va faqat oldinga qarab borish yarashadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringizni, turli sohalardagi yutuqlaringizni yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etishga beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilanish yaratishda aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il qizlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Rahmat. Butun respublikamizda mana bugun kim bo'lishidan qat'iy nazar, millati, tili, irqidan qat'iy nazar bitta jips bo'lib yashayapmizki, hammalaringizni bugungi bayramlar bilan yana bir bor tabriklayman. Mana shu bugungi 11-sinf tugatuvchilariga yana bir bor omad, hech narsadan qo'rqmay, nasib bo'lsa, oliy o'quv yurtlariga kirib, hayajonni chetga surib, chunki sizlar shijoatli o'qigan va ustozlaringiz doim sizlarga yaxshi bilim berib kelganki, hamma vaqt o'zingizning ishonchingizga ishonib, nasib bo'lsa, keyingi yil ana shu yerda sizlarni o'qishga kirgandan keyin tabriklab, sizlar mana shu bolalarga o'zlaringizni 1 yillik o'qiyotgan natijalaringizni aytib berishda biz hammamiz tilakdoshmiz. Hammalaringizga bugungi bayram muborak bo'lsin. Doim sog' omon bo'linglar. Rahmat. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni asosida o'quvchilarga zamonaviy ta'lim-tarbiya berish, ularda milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini, insoniy fazilatlarni shakllantirishdagi qo'shayotgan hissalari hamda 2024-2025 o'quv yilida 9-11 o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan fan olimpiadasining viloyat bosqichida o'quvchisi faqirli 3-o'rinni egallagani uchun 30-sonli maktab Qoraqalpoq tili va adabiyoti fani o'qituvchisi Niyatullayeva Aziza ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Keyingi faxriyorlik Sanambayeva Mervet. Babakulova Jasmina. Tuligenova Iroda. Shanova Gulnisa. Pardakulova Ruxshona. Bugungi quvonchli ham to'lqinlantiruvchi kechani biz bilan birga ko'rib, shodlik ham quvonishimizni bo'lishuvga kelgan Kenimeh rayoni maktab ham maktabga shekimga bilimlantiruv bo'limining Qonspayev Darbay Tilegenovchiga beramiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, tadbir mehmonlari, Ruslan Nasiyevich. Bugun mana yurtimiz bo'ylab 10 mingdan ziyod maktablarimizda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlar hamma maktablarda o'tyapti. Shu qatorda mana tumanimizda 30-sonli maktabda ham nishonlab o'tilmoqda. Bugungi bayram bilan mana bu o'quvchilarimizni bitirayotgan o'quvchilarimiz kelgusida yaxshi attestatsiya baholarini yaxshi topshirib, oliy o'quv yurtlariga tushib ketishlariga tilakdosh bildiraman. Yana bir marta mana ustozlarimizga, keyingi o'quvchilarimizga bilim, tarbiya berishda hech qachon charchamaslikni tilab qolaman. Yana bir marta bayramlaringiz qutlug' bo'lsin.
Жас жүрекler сүйеп, тыңлар бархама. Дүнияда теңі жоқ, әдулі нама. Хавазың жанымда жаңлап бейбаха. Ағла тілек айттың соңғы қоңырау. Ендігі нәубет 4 класс оқушысы Прымкулова Филиз ұсы келген меймандарымызға өзінің атқаруында аяқ ойыны. Ендігі сөз нәубетін бүгін мейманымыз болған пікіруші жастарымыз шақырамыз. 10 жылдық, 20 жылдық оқушылары. Келin. Сендерсің әрқашан жүреккенім, ал жастармас алмай жүректерін. Өмірге мақтадан басқа отыр, сәлемін жолдайды тілектерің. Мектебім сенімен мақтанамын, білімге толтырып ақ парағын. Болашақ күтеді бізді алда, мен бүгін сонда мен аттанамын. Қимай тұрмын, қимай тұрмын.
келем, тағы келем, қазағымның әніменен кездескенше қайта айналып жүздескенше. Рахмет барлықтарыңызға. Білеміз мейірімне алған сайын ұстадым, сіз сөйткен жолменен біз жүреміз ұстадым. Арқа сөзін тоқтап, ұшу жоққа. Жүзсіз ойнап кетпеді, бақырсарым мен үйреніп. Сабақта қалмай баруды, қалсам Ұстаз дейміз, әдеулеп біз өзіңді, шәкіртіңе har bir сөзің қадірлі. Бұл дүнияда сен болмасаң ұстазым, кімлерден аларман тәрбия білімді. Гүл еген har bir басқан ізіңе, сүйсініп қарайман сұлу жүзіңе. Ядымнан кетпейді мехрибан ұстаз, мәңгі міннеттарман біліміңізге. Міне бүгін күтіреміз мектепті. Көз қимай тұр енді ұзап кетпекті. Мектеп пенен уақыт босқа өтпепті. Даусыңды сағынамыз соңғы қоңырау. Кеуілер құлпырар күн өткен сайын. Көз алдымда сурет күміс шырайын. Мардайып тұрғандай болдың қоңырау. Қағылмай тұр сен соңғы қоңырау. Балалық шақ білсең қандай бақытлы, уайым қайғысыз күліп ойнаған, ұсындай қымбатлы алтын уақытты маған ешкімнің де көзі қимаған. Міне бүгін соңғы қоңырау кешесі. Көз ашып жұмғанша тезден келіп тұр. Жас жігітлер, міне нешесі, бүгін міне келіп тұр соңғы қоңырау. Мен тараптан.
Mudama hamingizдің үйлеріңізде тыныштық болсын, ватанымыз тыныш болсын. Осындай тыныш ватанда, осындай соңғы қоңырауларға көбейіп, азаймай келе беру несіп етсін. Бүгінгі түп керушілерге ақ жол тілеген халде мен класс басшысы Сарбасова Гүлбахрам Искаповнаға өз миннеташылығымды білдіремін. Жасының үлкенлігіне қарамастан, мектебіміздің жанкүйер мұғалімі, класс басшысы, мен 2024-2025 оқу жылының тамамлануы себебімен ең намуналы сынып рахбары деген номинацияны Руслан Насирович өзіңіздің қолынан беруді сізге тәкліп беремін. Себебі сондай жанкүйер мұғалімім, класс басшым. Гүлбахрам Искаповна, мен сізге мынау менің жүрегім деп білсеңіз, жүрегімдегі, қалбымдегі ең барша жақсы тілеклерді тілеп қаламын. Мұғалім сіздік ерода қызыңыз енді стоматологқа бару үшін жауап сұрамайды. Мұғалім енді мен кеш қалмаймын сабаққа. Шона қызыңыз сізді енді ешқашан қапа қылмайды. Жасмина қызыңыз енді ешқашан сізге бантигін тастап келдім деп айтпайды. Мектебіміздің ең ағла оқушысы Жасминадан сұрап қаламан. 10 класс оқушысы Мамбетова Әсемге білімлер кілтін тапсыруын сенен өтініш қылып қаламан. Қимай ата, қош қалыңдар сөзінде. Бүгін қағылады соңғы қоңырау. Тарихта қалдырып алтын демлерді, оқу жылымыздың соңғы сәнесі, күміс қоңыраудың шадлы кешесі. Менен бүгін хаммеңізге әумет яр болсын. Хамише амалықта көріскейміз.
чтобы ты заплакала.